Qanchalik qiz bola otasiga yaqin bo'lsa, otasiga bemalol gapira olsa, otasi bilan bir sinxronda bo'lsa, bemalol otasiga istalgancha erkalana olsa, otasidan har qancha pul ololsa, otasidan mehr ololsa, sevgi ololsa, otasini hurmatida, otasidan gul olsa, otasidan hamma e'tiborni olsa, bunday qizlar turmushga chiqqandan keyin ham o'sha e'tiborni, o'sha hurmatni, o'sha mehrni turmush o'rtog'idan ololiydi. Chunki u olib o'rgangan. Uni ongi faqat erkakdan mehr olishdi, pul olishdi, sovg'alar olishdi, faqat uni maqtashni biladi xolos. Demak, ong ostida bitta faqat shu o'y-xayol bo'lgandan keyin, shu o'y-xayolni hayotiga kirgizdiradi. Lekin hayotiga o'sha erkakdan yopilib qolish, erkak bermaydi chunki ota bermagan hech qachon. Otadan ehtiyot bo'lib kirib chiqish kerak. Bir chekkalarda yurish kerak ota bo'lsa. Ota uxlab tursa baqirmaslik kerak degan narsalar bo'lib qolsa, keyin eridan ham qochishni boshlaydi. Yaqinlasha olmaydi, sinxronga kela olmaydi. His qilyapsizlarmi? Ya'ni qanchalik biz qizlarimizni shunaqangi o'sha tarbiyamiz bilan yopib tashlaymiz. Bizni ham onalarimiz shunaqa qilib yopib tashlashgan. O'sha tarbiyani to'g'ri deb o'ylaymiz shuni bervoramiz. Buni berish umuman mumkin emas.